Sizlar ham bu videoni ko'rdinglarmi? Avstraliyalik bu odam uyiga e'tibor berib qaraganida tashqaridagi oynalardan bittasi uyining ichida yo'qligini sezib qoldi. Bu holat nafaqat uy egasini, balki butun internetni ham hayratga soldi. Videoda ham aniq ko'rinib turibdiki, bu oynaning ichida nimadir bor. Bu odam uyini yana bir marta tekshirib chiqib, taxta eshikni yopib qo'yilgan shu joyga ko'zi tushdi. Lekin ular bu joyni allaqachon ochib ko'rishgan va bu joyni oynaga umuman aloqasi yo'q ekan. Lekin bir payt uyning egasi devorga qattiq qotirilgan shkafga e'tibori tushdi. Uning aytishicha, ular bu yerga ko'chib kelishganidan beri bu shkafni joyidan qo'zg'atishmagan ekan. Lekin rostdan ham u shkafni oldiga kelib yaqinroqdan qaraganida uni orqasida teshik borligini ko'rdi. Shu zahotda vaqt yo'qotmasdan kerakli asboblarni olib, u shkafni ochishni boshladi. Video olishni davom ettirib, u shkafning ichki qismini ochdi. Rostdan ham uning taxminlari to'g'ri chiqdi. Ular shkafni orqasida qorong'u, yashirin joy borligini topishdi. Ichiga kirib borar ekan, u ko'rgan narsalaridan juda ham hayratlandi. Agar sizlar ham davomini ko'rishni xohlasanglar, bu video 5000 ta like yiqqandan keyin chiqaramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha